Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Shavkat Mirziyoyev va Putin telefon orqali suhbat qilishdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Shavkat Mirziyoyev Putinning qarorgohiga qilingan hujumni qat'iy qoraladi. 30 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston yetakchisining matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, suhbat avvalida O'zbekiston rahbari Rossiya prezidentining Nijniy Novgorod viloyatidagi qarorgohiga hujum qilishga urinishni qat'iy qoralagan. Bunday xatti-harakatlar barqarorlik va xavfsizlikka, shu jumladan uzoq muddatli tinchlikka erishishga qaratilgan sa'y-harakatlarga tahdid solishni ta'kidlagan. Oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan O'zbekiston-Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashilgan. Bo'lajak tadbirlar rejasi muhokama qilingan. Hayotingiz xavf ostida. Qozog'istonda bo'lib turgan va tranzit yo'nalishida harakatlanayotgan O'zbekiston fuqarolariga ogohlantirish. Ob-havoning keskin sovishi sabab yo'llarda qor bo'ronlari va muzlama holatlari kuchaygan. Natijada yo'l transport hodisalari soni oshgan. Ayniqsa litsenziyasiz va nosoz transport og'ir oqibatlarga olib kelmoqda. Diqqat! Noqonuniy taksi va avtobuslardan foydalanmang. Texnik holati nosoz transportga chiqmang. Imkon bo'lsa poyezd yoki samolyotni tanlang. Faqat rasmiy litsenziyaga ega tashuvchilar xizmatidan foydalaning. Yo'lga chiqishdan oldin ob-havo va yo'l holatini tekshiring. Ko'ngilsiz holatlar yuz berganda O'zbekiston Respublikasining Qozog'istondagi elchixonasiga murojaat qiling. Markaziy Osiyodan kelgan ikki ishchi Novaya Moskvadagi omborxona majmuasi qurilishi paytida 18 metr balandlikdan yiqilib halok bo'ldi. Fojia payshanba kuni 17:00 atrofida Sekina Servina qishlog'ida sodir bo'lgan. Migrant ishchilar ko'targich podyomnikda bo'lganida uskuna to'satdan qulagan va erkaklar pastga yiqilgan. Marhumlarning shaxsi aniqlanmoqda. Ulardan biri 20 yoshlarda, ikkinchisi esa 40 yoshlarda. Barcha uskunalarning xavfsizlik talablariga muvofiqligini tekshirmagan qurilish kompaniyasi beparvolik tufayli o'lim uchun javobgar bo'lishi mumkin. O'zbekiston Airways aviakompaniyasining Urganchga yo'nalgan ikkita yo'lovchi reysi noqulay ob-havo sharoiti tufayli Buxorodagi muqobil aeroportga qo'nishga majbur bo'ldi. Xususan, Moskva shahridan Urganchga yo'nalgan HY9616 reysi A320 havo kemasi orqali amalga oshirilgan. Shuningdek, Sankt-Peterburgdan Urganchga hamda Airbus HY9638 reysi bilan amalga oshirilgan. Xabarlarga ko'ra, ekipajlar parvozlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Buxoro xalqaro aeroportini muqobil qo'nish maskani sifatida tanlashga qaror qilgan. Urganch xalqaro aeroportida kuzatilgan murakkab ob-havo sharoiti tumanning keskin kuchayishi va ko'rinish masofasining 100 metrgacha pasayishi bilan ushbu qarorga sabab bo'lgan. Ayni paytda yo'lovchilarga keyingi parvozlar bo'yicha zarur xizmatlar ko'rsatilayotgani aytilmoqda. Rossiyada migrantlar uchun rus tili bo'yicha yagona test tizimi joriy etiladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyadagi barcha migrantlar rus tilini bilish bo'yicha testlarni kompyuter orqali va masofaviy texnologiyalar yordamida topshiradi. Hozirda bu chorani ta'minlash uchun tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Ushbu tizimning maqsadi imtihon jarayonini shaffof qilish va bilimlarni baholashda inson omilini minimal darajaga tushirish ekani aytilmoqda. Shuningdek, har oy imtihon savollari yangilanadi va javoblarni ommaga ochib qo'yish amaliyotidan voz kechiladi. Hozirda imtihonni Rossiyaning barcha subyektlarida va chet elda 203 ta punktda topshirish mumkin. Chet elliklar uchun imtihon ustidan nazorat va monitoringni Rosobnadzor amalga oshiradi.
Rossiyada YouTube yanada yomonlashadi. Google o'z serverlarini mamlakatdan olib chiqib ketadi. YouTube va Android ishini tezlashtirib kelgan eski Dell R720 serverlari ekspluatatsiyadan chiqarilmoqda. 2026-yil 26-yanvardan keyin kechki paytlarda 4K formatidagi videolar mavjud bo'lmaydi. Kontent esa qo'shni mamlakatlardagi serverlardan yuklanadi. Bu esa kechikishlarning oshishiga olib keladi.